chiqmang. Chiqqaningiz bilan. Nima jinnimi? Siz o'g'irlik qilganingizga jinni bo'lamanmi? Ha? Nima qilyapsiz? Nima mashinasiga solyapsiz bolalar rizqini? Nimalar solyapsiz? Nima haqqingiz bor shuncha narsani menga solib berganingiz? Asallarni bizga bermaysizlar. Mana asallar bizga berilmaydi. Nima qilib? Oshpazlar do'stlarni nima qo'ching, nima qilasiz? Nima qilib? Zavxozda nimasiga solib beradi? Zavxoz kim bizniki? Bor vazirni aytib chiq, yugur bor. Ko'timiz ko'laydi. Mana qochyapti vazirda. Meni xonam Xursandi xonasi degan. Mana qilib sutlar ketadi. Yana bizni Vasil yugurgan, Vasil maqa yugur. Bo'l. Yo sen kelor maqa yugur. Mana qilib berishvoradi. Olyasi bizni jinni deydi, lekin biz ishlagani qo'ymaydi. Biz to'g'ri ishlasak, biz to'g'ri hal qilsak yomonmiz. Mana o'zi prosoyuz, mana uyga ketayotgan narsalarni ko'ringlar, mana bolalar rizqi. Mana bugun bizga silvichni berilmadi, silvichni ham yo'q dedi. Asal ham yo'q dedi. Ke Vasil guvohsan mana. Mashinasiga Madina solayotgan joyda jinnimisiz deb men telefonimni tortib o'zi qochib kirib ketdi. Mana guvoh. Ke ochma uni. Ana qochib menga achchiq qilib kirib ketdi jinnimisiz deb. Lekin bizga buncha narsani berishmaydi. Qochib shuna qilib ketadi. Zavxozda mashinasi bekorga betga kirib turmaydi. Mana bir kiletga tuqqan. Bolangiz eringiz o'ldi, qaynatangiz o'ldi, qayningizga ogohlantirish berdik, uyingizga olib kirib sotyapti, uyingizdan olib ketyapti. Yana uyatmaganingizni qarang, Madina. Nimaga o'chiraman mana. Uyatmasdan sumka mashinasiga solyapti, mun qarang. Mana ular hammasi ko'rib qochyapti, qo'qiyapti undan. Mana mashinasiga solayotgan narsalari. Mana men oddiy tumaloq videoga tushmay, face kontrolga tushganimda meni olib yozimman deb hammaga qarshi qilib qildi. Mana ko'ringlar, kimda shu ahvol? Mashina mana qilib o'nta turadi. Shu yerda yuklaydi. Mana biz ko'rmaymiz. Hozir mana bugun poylab yurib odamlar mishmishiga eshitib kiruvdi. Mana guvohlar. Qayerga ketyapsiz vazir? Qo'rqmang, ketmang. Shuncha narsa, keling. Qayerga ketyapsiz? Kel. Gapiraversin. Qo'rqsan bolalarni rizqida. Nima uni qiladi? Bizni ko'timizni ko'ylayapti-yu. Biz nima qarab o'tiramizmi? Yo'q, hech nima qilmaydi. Nima qiladi? Bu majbur qildi deydi. Doktorda nimasini so'rayman? Doktor bilgan yo'qmi? Qiz hozir men choyga kelsam, keting dedi. Mana doktor har kuni ketyapti. Ko'ryapman, men xo'tdan videoga olayotgandim, ichida nimaligini bilmayotgandim. Mana nima asalni bizga bermaysizlar. Bu go'shtlarni qaranglar. Nima unda qaslar? Bu go'sht alohida. Mana go'sht alohida. Bolalarni rizqi xos somsani ko'proq qiling desam, yo'q, xarajat ozgina dedi. Mana sut. Mana sariyog' umuman berilmadi bugun. Mana kletkada tuqqan. Ko'ringlar 53-bog'chani ahvolini. Xodimlar hammasi qo'rqadi mana. Qochishyapti. Ashini kelinda o'qiyapti. Mashinaga solayotgan joydan manaqa men kelib qoldim. Nariyoqqa yashindi. Men olyapti o'zi. Nariyoqqa yashinadi, keyin hoytga borib turib qaytgan. Undan oldin choyni bahona qilib kelsam, kirib ketdi. Oppa, o'zim olib borib beraman deb. Har kuni mashina qilib ketyapti, hamma ko'ryapti, qo'qiyapti. Keyin hozir orqasiga solyapti odam. Narigi yonboshidan men kelsam baqib o'tdi. Solyapti. Lekin oppa, unaqa qilmang dedi. Siz qo'rqmaydi, nima qo'rqasiz? Mana buni qarang. Asalni biz qachondan beri ko'rmayapmiz, doni. Go'shtlarni ham, sutlarni ham, bodring, silvichni umuman bermadi bugun. Lekin kunda gruppada meni tushmadi deb turib minus qilyapti. Yo'q, asabingizga tegyaptimi? Mana xoram yeganlarni olmayapti. Doni mana mun qarang, must qarang. Buni qarang, ashunchani yevoradimi? Kunligini mun qarang, bodring. Nima silvichini bizga bermadilar? Yo'q,
Nimaga silvichniyni bermadi? Ashuni ayting, siz povursiz. Men cateringga jo'nataman. U ham yutibga chiqaryapman. Monqari asaldi. Yegani, monqari. Bittani ye, haromi, bittani go'sht qarang. Men monqari. Go'sht yo'q, o'chirimman. Oldin ovoling, guvohsiz. Siz olyapsizmi? Siz olyapsiz. Mana monqari. Yo nimaga bugun ertalab bermadingiz? Nimaga medsestra bermadi buni? Nimaga? Bor qolganlarni ham aytib chiq. Bor. Hamma ko'rsin. Bor. Mana medsestra. Mayli, unaqa qilaveringlar. Meni manaqa chaqirganligim uchun meni ustimdan unaqa qilishyapti. Men unaqa qilaman. Qilorsin. Ha, mana menga qilaman. Mana u qildi. Mana oldi. Siz medsestra nimaga bugun bo'pti mana medsestra bizga nima bermadingiz? Sariyog' bermadingiz. Bugun sariyog' yo'q dedingiz-a? Men ko'rib ketdim. Sariyog' yo'qdi. Nonni o'zimmi desam, o'tirgan joyingizda nima bermadingiz? Sariyog'da. Nimaga? Bu qayerdan edi bo'lmasa? Qayerdan keldi bu menyuda yo'q bo'lsa? Nimaga yo'q bo'lsa? Mana. Turadi, tegmang. Yana bu kirsin. Nima istayapsiz? Nimaga siz yana tegyapsiz? O'zingiz qilib. Halikini e'tiborimga, men sotimen desam, siz e'tiborim, meni o'g'lim bekorga o'lgan yo'q, sotimman deb qasam ichuvdi. Uyingizga tashiganingizda. Doktor menyuni ko'rish kerak, gramlash kerak. Mana, mana. Ana, bolalar ro'zada. Ro'zani kunida. Yo bola boqqandan ham e'tiborim ikki qasamini ichdi. Yo men sotalimman, shuncha paytga sotib berdim. Ularda ham rasmlari bor. Kecha ham olganman, mana uyga qatib ko'tarib kirib ketayotganini. Mana shuncha bizni ko'timizni ko'ylayaptimi? Jim ishlash kerak. Biz tuhmat qilganmiz, shuncha odam guvoh. Mana siz bo'pti menyudagini nima berdirtirmansiz? Mana bugungi menyudagi mana asal, mana medsestra, mana men ertalab sariyog' yo'qmi desam, yo'q dedi. Mana asal. Bugungi somsa chugib o'tirdingiz. Nonni o'zimi dedim. Ro'zada siz yolg'on gapirasiz. Nonni o'zi dedingiz. Mana go'shtni, somsani, Vasil, somsani bola 25 ta, 20 tadan qilyapsizlar, xarajat oz dedi. Mana somsani go'shti, mana. Tegmen, mana medsestra olib ketyapti. Mana salatni piyoz to'ldirib, mana bodring to'la, mana silvichniy to'la, 5 litr kunda ketadi. 5 litrdan 3 ta 4 ta ketadi. Mana 1 kiloga tuxum. Kunda hamma ko'ryapman, shuncha odam guvoh. Mana mudiraxon xonasidan chiqmaydi. Qo'rqadi undan hamma. Men uni ko'tini ko'ylasam, meni hammaga qarshi qiladi. Mana hamma guvoh. Mana yana o'zini profsoyuz qo'ygan, sizga haqqingiz yo'lsa, men profsoyuzma ishlaring bo'lmasin deydi. O'zini o'zi saylagan profsoyuz. Mana bular shunaqa vijdoni yo'q. Mana mudiraxon bizga nima asal solmasdan bunga beryapsiz. Oyligini olyapsiz. Mana go'shtni 25 ta bolaga 10 tadan, 15 tadan somsani bo'lib beramiz. Go'sht ketyapti. Sariyog' yo'q dedi. Mana sariyog', mana salatni bodringni. Mana 1 kiloga tuxum. Bizga jinni katta narsani beradi. Bolalar bechoralar yemay, xona pamoyga to'la. Hozir har bitta xonada pamoyni rasmga olaman. Chunki xarajat bunda ketadi. Hozir mashinasini qulflab qo'ydim, mashinasining ichida ham bor. Kartoshka piyozi ham bor hozir. Mana medsestra bilmaydi, mazza. Mana mudira nima javob bermaysiz? Bizni nima ko'rmaysiz, nima gramlamaysiz? Dinoza? Medsestrani chaqir. Zavxoz hech nimaga javob bermaydi. Medsestrani chaqirasiz, bugun menyuda nima, nechta gram, bolalarga qancha beryapsizlar? Biz so'rasak yomon ko'rishadi. Meni vazirni, Vasilni yomon ko'radi. Mana biz opa-singillar to'g'ri haqiqat qilganimiz uchun hamma yomon ko'radi. Bir-birimiz bilan urushtirib yediradi ham. Lekin bular mana shunaqa qilib ko'tini yalab. Hammasi har kuni ketdi. Asalni qachon berdingiz bizga? Ayting, qachon berdingiz? O'tgan oyda bergansiz. Ro'zada yolg'on gapirmay, tutgan ro'zalaringiz hammasi harom bo'lib ketdi. O'tgan oyda bergansiz asalni. Mana asal kunda keladi. Mana baqa ketadi. Ashunchani yeb tugatmas, kunligini kundab ketib. Mana hozir kim qaytib olib ketadi ko'ramiz. Qanday bo'ladi?
Mana bunaqa qilib olib qochishyapti yana. Meni yolg'onchi qilib, medsestrani gapini eshitdilar. Meni tuhmat qilyapti, milisa chaqirar ekan, meni berib yuborar ekan. Yaxshi, menga shuncha guvoh bor mana. Hozir meni tuhmat qilyapti, deyapti. Mana. Mana. Nima aytmadingiz, obedda kompot bor, olib keting. Hozir kelsam pishgani yo'q, qaynamayapti dedingiz. Yo'q, yolg'on gapirmen. Ha, kompot siz bizni aybimiz. Bas olib ketmagan, siz pishirib bering. O'choq, ikkita qozon o'choq. Mana obedga. Ishonmen, gapni tushunyapsizmi? Eri o'lib ham ko'zi ochilmabdi. E'tibor ham aytdi, o'g'lim o'ldi, qaynatam o'ldi. Mana, Dildor mana. Hech nima bo'lganimiz yo'q. Mana ko'rib olinglar, mana shu zavxoz hisoblanadi, o'zini o'zi saylab olgan prosoyuz hisoblanadi. Nima bo'lyapsizlar dedim. Mashinaga ana xarajatni kunda solishar ekan, bu solayotgan ekan, bu qo'yapti. Nima xarajat solasiz? Kunda olganman, kunligini ko'raman men. Endi bunga to'nkaninglar unaqa. Dildor ham solgan, Dildornikini ham olganman, ikkanlaringga. Men sizni mashinamga nima olib chiqib qo'lingizga nima berdim? Nima Gulnora opam shakar olib solibdi. Shakar olib qayerdan kelgan? Nima Xolidixonda ayasi. Qancha bo'ldi kelganiga? 2 oy bo'ldi. Asha ketdi. Nima Xolidixonda ayasi bu yo'qligida nima tashlab ketdi? Bunga unaqa Mashina olib ketsin deb beradimi? Xolidixonda Mahfuza opam shuni olib ketsin deb bergan. gapiring, molga o'xshab turmasdan. Kim aytgan sizga soldi? Turaveradi, ishdan haydalib ketadi. Gapiryapsiz. O'zingiz gapiryapsiz. Sizdan o'rgandingiz. Sizga bo'ladi. Siz ham mana shunaqa qilib yuribsiz-ku. Sabr qilib. Bo'yningizga olmang. Hech nimani bo'yningizga olmang. Sizga solib qo'ydim. Kim aytdi? Nima soldingiz? Gapiring. Mana. Ertadan keyin bu video bo'lyapti. Ertadan keyin bo'yningizga olib yana Siz ham YouTube'da yurasiz, Nodirga Kim sizga o'xshab. shuni soldi, siz ashuni aytavering, qo'rqmasdan. Kim aytdi? Mudir aytdimi yo, Manu aytdimi? Gulnor. Ha? Unisi ham turibdi. Nima qilasizlar unaqa qilib? Men jinni basma matga kelib ketib yurgani, ha? Meni ko'timi ko'ylagan, men hech qachon nima qilmayman. Bo'yningizga olmang yana shuncha narsani. Bolaingiz yetim bo'lib. Mayli, endi Xudo bir yo'l bersin, bunga Yo, ayting, kim pastava qildi? Kim pastava qiladi? Hech kim yo'q-ku. Nima? Muborakam Men pulim o'zimga yetarli-da. Bildik. Bir kun hamma 50 ta video bo'lsa ham menga dokazasiya qilib berishadi. Qo'lingizga nima berdim, olib kirib qo'ying. Shakar olib berdim. Solib qo'ydim, shakar olibdi. go'sht bilan sutlar ham bor edi. Sariyog'. Sari bitta shakar olib yo'q hozir. Mashinani ichida men shakar olib solib, gulni olib, Madi solyapti, mashinaga nima solyapti? Madi o'zi Men keldim, choyda o'zim olib borib beraman, ketavering dedi, qo'yib qo'ydim. Keyin Karimaxonga berdim, sen olib tur dedim. Keyin men kelib, maqa o'tib ketdi, xo'tga bordim, borib turdim, maqa o'tib solyapti, baqa o'tdi. bir-birlaring bilan anaqa bo'laverasiz. Dildor solyapti. Alo, assalomu alaykum. Mayli, ro'za tutgan ro'zalari qabul bo'lmasin. Bolalar rizqi pes mahv bo'lib teshib chiqsin. Kechayam Vasil, kechayam Karimaxon olgan, kechayam uyiga olib kirib ketyapti bu. Qattiqni bizga bermadi, uyiga kirib ketdi. Kechaga qattiqlarni nima bermay uyingizga olib kirib ketdingiz? Kecha qattiq Bilaman, kecha ham mashlab olib kirib ketgansiz. Yo'q, qattiq yo'q, sut uyingizga olib kirib ketgansiz. Bu o'ziga olgan yo'q. O'ziga olmasa nima aytmayapti? bu bittasini olib ketyapti. Guli har zamonda olib ketyapti ekan. Guli har zamonda olib ketyapti ekan. boqayotganda shunaqa qilishganingni qarang. Mana qo'rqitib, endi hozir milisa chaqirib boshqa qilaman, men pastava deydi, lekin shuncha odam guvoh. Kallasini ishlatib Har ikki kuni beryapti. Ashlarda yuring, ko'ring, siz ham guvohsiz. Hozir meni pastava qilyapti. Mana povri, ketiringda povri. Hali kuni Dildor keliniz olgan. Mana asallar. Mana qarang. Estikini bolalar bechoralar. Mana somsani 10 ta beradi, bo'lib berasiz. Mana. Mana silvichini yo'q deganini ertalab eshitdingizmi? Silvichini yo'q quruq nondida. Mana 1 kiloga tuxum. Endi mag'ini bilamiz nima bor. Bekitib qo'ydi. Uni oldingilari ham hammasi bor. bitta sizga bo'lmaydi masalada. Bor solgani bor, sizni Men bekorga marta yuribman. Meni ishga qo'ymayaptimi?
Ha desa meni chuqurlayib bitta face kontrolga tushib turib dumaloq videoga tushma. Bu ham kelib sizga ol deyapti, bu ham kelib sizga ol deyapti, yana siz olyapsiz. Muncha soddasiz. Madinaxon, yemagan narsangizga Sen pastava qilding-da, Madina pastava qilibdi. Madina qilibdi. Mana shuncha odam guvoh. Madina pastava qilib, mashinasini oldiga qo'yibdi. Meni chaqiruvdi, videoga olyapman. Mana. uni ishdan haydash uchun qilgan bo'lib, qarang sizga to'nkab qo'yapti. Qilgan yaxshiliklaringiz. Shuning aytaman, hech qachon birovlar bilan inoq bo'lmanglar. Oxirida o'zlaring Begona, kelib ketadiganlar deng. Xudo shunaqa to'g'rilab qo'yyapti, bo'lmasa men poylamayapman. Bizni qilganda bolalar rizqini yegan Xudo o'zi ko'rsatyapti. Bolalarning rizqi estikina yosh bolalar. Ha? Abitdan keyin nima qilasan sen, nima deysiz? Xudoxonasi. Yana siz Opasiga ishonadi. Mashinani kunda shetka olib kiradi. Mana qaranglar, mana shuncha joy bor, ko'chada shuncha joy bor, ko'chada turmaydi. Shetka olib kiradi, mana shuncha joydan. Kunda keyin biz bolalarni uxlatib o'zimiz bilan o'zimiz bo'lganda mana ombordan yugurib olib chiqishadi. Mana mashinasiga solishadi. Mana. bu Ketrin prezidenti kuyovniki. Shu pastava qildida, mashinadan to'nkashyapti. Men bilan shu pastava qilyapmiz aka. Ana meksestra unoqda yuribdi, Zaxusxon naryoqda yuribdi. Yana o'ziga to'q ekan, o'ziga bitta ekan, shuncha bolalar rizqini kunda olib ketib yeganiga bechorani mayli. Qachon birovga yaxshilik hech qachon birovga yaxshilik. Mana olib yig'ishtiryapti yana. Mana turibdi. Bitta guvoh chaqirdim. Nimaga solyapsiz? Bo'pti, bu olib ketmadi, siz nimaga solyapsiz? Podxod qilib menga yaxshi gapirsin deb solyapsiz. Nimaga solyapsiz? Nimaga solyapsiz? Dildor solmayapti, Qizlarxon solmayapti, Maftun so'ramayapti. Hech kimga men nima ko'timi ko'ryapman? Bitta dumaloq videoga tushmaganimga oylik yo'q deb kunda meni asabimga tegadi. Meni gruppam yo'q-ku. Dumaloq videoda.